Assalomu alaykum. Qumtepa bozoridamiz, Farg'ona viloyati. Qumtepa chorva bozoridan molimiz taroziga chiqyapti. Necha kilo chiqishini xudo xolasa video davomida ko'rsatib boramiz. Necha puldan bo'ldi bu? Taroziga chiqa oladi. Sinashga. Kommentariyga fikr bildirib o'tiramiz. Necha kilo chiqishini xudo xolasa navosimizni. Bitta Yaqub ketdi bu yog'i. Ayog'iga no'qib oling. ...531 kilo. Qiziqishga tortildimi? 531 kilo. Shved navosimiz 27 millionga tortiladi. 384 kilo chiqdi, xohlasa video davomida qimmat arzonligini shved navosimizga aytib o'tamiz. 27,5 million savdo bo'ldi. Taroziga tortganimizda 384 kilo chiqdi. Qumtepa chorva bozorida eng gigant navosimiz 660 kilo chiqdi. Ko'rib, video davomida arzon qimmatligi necha kilo chiqishini qo'yib boryapmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar 660 kilo chiqdi. 71 mingdan akamiz tortib oldi. 660 kilo chiqqan navosimiz. 71 mingdan. Necha beryapsizlar? 25 million. Ko'rib baho bera olamiz akamiz. Shu molimizga 25 million. Necha puldan aytdingiz? 27 million kami bor. Realni bo'layotgan narxi 25 million bo'lyapti savdosi. Qirg'iz shvetimizning narxi oxiri 28 millionga to'xtadi. Qirg'iz shvetimiz Qirg'izistondan tushgan, xudo xolasa muhrigacha ham yo'g'i bor. Savdosi 28 millionda to'xtadi. Ko'rib baho bera olamiz. Oqtaradi. Jupiga 52,5 million savdo ketyapti molimiz. Xudo xolasa navosimizni ko'rib baho bera olamiz. Jupiga 52,5 million. Akamiz 53,5 million jupiga sotdim deyapti. Onajimiz taroziga chiqdi. Necha kilo chiqdi? 408. 408 kilo chiqdi. 408 kilo chiqdi. Trevazinga 60 mingdan ketdi. Ko'rgan bo'lsanglar navosimiz. Yo'q, onajimiz. Yo'q. Otamiz nabizlar. Ipsiz bo'yap. Shulardan kelmadi aka. To'g'ri ahamiyat bermadi. Yeb ichimlar. Yana 300 ming savdo ketyapti. Aka, Kiring'or navosimiz 21 million 300 ming savdo ketyapti. Yo'q, olimdan urgan bo'lmaydi. Xudo aka. Necha pulga bor tog'a bu?
22 million. Shved novosining narxi va endi bularga narxi 22 millionga borib sotilgan yo'q. Nech pul bo'ldi aka bu? Benim oğlum bilan Nimaga ikkisini so'ragandan keyin Shu novosini Reyanni 28 millionga savdo bo'lyapti. Shved qirg'iz novosimizga. 28 million savdo ketyapti. Qadrdonlar Quntepa Chorva bozoriga bo'ldik. Xudo xolasa qo'llab tursalaring. $28 million savdoda to'xtab turibdi. Qadrdonlar Quntepa Chorva bozorida bo'ldik. Xudo xolasa videolarni yaxshilarni davomida xudo xolasa qo'yib boramiz. Tan joylaringiz sog' bo'lsin.